Assalamu alaykum. Kitap o'qishmon beriga xush keldingiz. Hozir anglaydiganimiz roman Qayta nikah. Avtori Rayhongul Mejit. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Davomi. 4-bölüm. Tang yo'ridi. Lekin jahon yanala timtas uyquda edi. Gülyar uyg'onib, Polatning o'ziga ortib olgan belikini asta ittirib, ustiga yotganni tuzab yepib qo'ydi. U o'rnidan turib, beshidagi ro'milini tuzab chakkandan keyin avaylab minib hojatxonaga kirib, kundagi odati bo'yicha ivriqqa boshqadan suv ilib, tahorat oldi. Tahorat ilib bo'lib, beshidagi oqshom chigib yotgan ro'milini ilib etib, sutdek oq ro'molni engikidan o'rab chagdi va o'tqashdek gilam selingan yana bir uyga kirib, seliqliq turgan joynamozning oldiga keldida bomdod namozini boshladi. U 4 rakat namozni ixlosi bilan o'qib bo'lgandan keyin sajdada yukinib o'ltirib qiroatga tushdi. Gülyarning o'y xiyoli allaqachon uyning to'rt temidan halqib chiqib, Allohning dargohiga qarab ushgan edi. U qiroatni tugatib, duoga qo'l ko'tardi. Ey haqning egisi, hammaga qodir Alloh egam. Bilib bilmay qilgan gunohi kebirlarim uchun sendan mag'firat tilayman. Mag'ribdan mashriqgacha ketkenlerge iman, kalganlarga insaf, tevbik, hidayet dilayman. Mümin bendeleringe eminlik bergeysen. Amin. Allahu Ekber. Kişileri imanı kamil bendelerinin çırayıdan nur yığıp turudu deyişidikken. Degendekle Gülyar kurt kunguzgumu azar berişni günah biledigan. Çırayıda əzəldin solğulluqni körgül bolmaydigan illiq çıray məzlum edi. O öy işlerini gülini gülige keltirip qıladdı. 30 günlük rozini toluq tutup 5 vaqt namazını herkes qaza qılmaydı. Şunun üçün mekin Gülyar bir balının apsı bolğan turuqluqmu boy bəsti yanalı qızlarını gidək zılva edi. Gülyar namazını oqub bolğandın keyin naştılıq tayarlaşqa tutindi. O qarçayını qiniq selib, poroqlatib, örültib etkendin keyin onu koruğa qoyub, çenedeki yüzüge qelin qaymaq tutqan süt bilen qaymaq çay tayarladı. O qaymaq çayını koru bilen şirəge əkilib edi, çayının dimaqlarını gıdıqlaydıgan məzzilik edi, öy içini bir aldı. Gülyar tonlatqudun kişmiş, yanaq meğizi, özü qaynatqan murabba və toqaşlardan bir netçini ilib, patnosqa çırayliq tizib, əkilib, şirədiki dastıxanның üstüge qoydu. Andın hacetxanaga kirib, yüzünü azraq nemdib alğandan keyin sus pərtaz qıldı. O, əynəkdiki özünün çırayıga qarab, pısınqıda külüb qoydu və ittik çıxıb, uxlavatqan erini oyğatdı. Polat aldırab orundan turdu da yüz gözünü andı-munda yuyupla dastıxanaga keldi. Gülyar qaymaq çaydan bir çene usub erinin aldığa edep bilen qoydu. Polat qaymaq çaydan qinib birini otlağandan keyin tuyuqsuz bir iş yadığa yetkendek Gülyardan sordu. Dilşatını oygatmadın mı? Tatlık uxlavatsa uykusunu buzgum gelmedi. Oy nemişqa, yasliga kechikib qalmamdı. Yey, unutup qaldınız mı? Ularning yaslisini remont qiladi ekan-ku. Balalarni bir hafta qo'yib etibdi. Shunga menmo idaradan bir haftalik ruxsat oldim. Polat peshonasiga shaplaqlab qo'ydi. Ha, rost. Oqshom degantin, unutib qolganimni qaramamdigan. Gülyar Polatqa boshqa gap qilmay, pisingadi kulib qo'yib, chenidagi cheyini oldiga tartdi. Polat nemishqidir tuyuqsizla ichib atgan cheyini qo'yib, xotinining chiroyiga sinchilab qarab ketdi.
Gülyar çenedin beşini kötürüvedi, onun xumarlıq közleri erinin onunğa tikilip turgan közleri bilen uçuruşup qaldı. Bunu körgen Gülyarның məngzilləri villada qızarıp ketdi. O, ittik orundan turup, işkerki öydün Polatның mamuq çapanını açqıp berdi. Polat mamuq çapan bilen qışlıq ayığını kiygəndin keyin talağa qarap mağdiyu, lekin bir işni yadığa alğandak arqısığa burulup kelip, özünü uzutup bosuğuğa berip bolğan Gülyarni çın qucaqladı. Bayıq işni man qoyup beringlar, dedi Polat Gülyarga tikilip turup. Lekin hazır texa vaqti emas, onun üstüge Amine hergiz bolmaydı. Gülyar Polatның közlerge ünsüz tikildi. 5. bölüm. Polat işxanasıga kirip, əmdili oltırışıga bir aylan işini çekdi. Polat kirin dep bolğuça moda kiyinip algan bir kız üssüple kirdi. Polat bu kızını damallıqqa tanıyalmadı. Şundaqdımı edep yüzsüdün onun bilen teşliq soruşup, onu oltırışqa teklip qıldı. Polat eğiz içip bolğuça o kız kapaqlarını süzüp koyup, gepini başladı. Polat aka, oldun qayda sizge ekilip bergen hilqi şiirlar toplamımını görüp baktınız mı? Kızның bu geplerden kızını aran estek algan Polat özünün pişanisiga paqqada birini ordu. Oy, xapı bulmam fikam. Aşu şiirlar toplamının gepini çıkarmışsınız, sizni texi esimge alalmazken mencumu? Üyey, Polat aka, öcep mi untuqaqkensiz gu? Dedi kız nazlanıp durup. Neçü gün ötmeyli untup kapsız, qaraganda esingizde qalğıdak birer alahiligim yo'qganda. Yaqindan buyan bek aldirash bolup ketip, kitabınızını körüp beqishqa tex vaqtim yetmedi. Ma bu aldirashchiliklara tugisala cho'qim körüp chiqaman. Polat tartmisidan bir töve originalni elib öz ishini başladı. Polatның özü bilen pervayı pelek aldıdaki qağazlar dövüsü içige mükçeygenligini görgen kız yançuqadan əynəkni çıqırıp paqbiyip durgan çaşlarını əynək qarab tüzəşdirdi. Ləvlərdəki suruqni tili bilen onşuv alğanmı boldu. Andın paltosunun tügmələrini yeşivetdi. Onun uçsudaki toq qızıl popaykısını kötürüp durgan bir cüp köksü közge alaydı çeliqip duratdı. Kız kasten bellerini ruslap, kökrekini aldığa çıqırıp, tik oldurdu. Onun qilin lak sürülgen kirpikleri hem ittik, hem nurluk közlerinin öpcörüsü de toxtumay qanatqa qatdı. Polat aka, ondaq bolsa, qaçaraq keley? Dep sordu kız. 3-4 günde körüp olar men, dedi Polat. Mundaqlı qılaylı, telefon numarınızını qaldırıp qoyun. Körüp bolupla sizge uçur berey. Kız somkisidan isim kartısını çıqırıp Polatqa sundu. Polat kızının qolidan isim kartısını alğaş, onun yüzüge gılpal sep saldı. Taqqa tuqqa bir nimalarni yezip əkelgini bekar emasken-de, dep oyladı Polat. Ahli bilen əsyadını yüzüdeki gremegile atagan kızken emas mı bu? Polat buduşqaq bu kızını ahir yolga saldı. O aldıdaki originalni tahrirlemekçi bulup qoluğa qalemini aldı. Lekin atısının akşam tapılgan gepleri onun kallasıga kirib alğaşqa aldıdaki işiga faqatli kirişelmedi. O derhal doktorxanaga beriş gerek. Apsının qazası haqqidagi bu dava dasturda mayli yansun yoki yengilsun onu bir başqa elib chiqmasi bo'lmaydi de. Polat aldidagi originallarni yig'ishtirib qo'yib, somkasini elib ishxonadan chiqdi. O doktorxona darvozasi oldiga kelganda soat 11dan o'tgan edi. Demak, doktorxonadagilar ishdan tushishga oz vaqt qolgan edi. Polat yugurib degidek doktorxona boshlig'ining ishxonasi oldiga keldi. Eshik qiya ochiq edi. Polat ishxonaga usibli kirishni beab bilgach, asta chekib baqdi.
O ишikni şundaq boş çekdiki, tak tak qılğan avazni özdən bölək heç kim anlayalmaydı. Sapsaq həkimənin bu doktorxanağa tiriki kirib ölüki çıxdı. Şuna mərhumənin ailəsidikilərə vakalətən çıraylıqca ahval uqışqılı kəlgən Polat doktorxana başlığının işxanasıga dadil kiriversi bolatdı. Lekin o hər qitim muşu işikning bosuğısıga kelsila nemişqidur təşviş içida qalatdı. Bolupmu doktorxana başlığını körgən haman huduqub ketətdi. Şuna dəkkidöki içida işikni bayıqıdan qattiqroq çəkdi. Lekin işxana timtas edi. O işikni yana çekip baxdı. Yana da sada kelmedi. Polat işikni asta içip qarısa, işxanada adam yo'q edi. Işikni uçuq qoyğunuğa qarğanda jiroq ketmegen o'xshaydi, deb o'ylagan Polat işxanaga kirib, sapada o'ltirib turdi. Alahazal yarım saatcha o'tgandan keyin ishik oldida oyoq tevish anglandı. Sirtdan xo'shal kirib kelgan doktorxona boshlig'i sapada o'ltirgan Polatni ko'ribla salpal o'ngdi. Polat o'rnidan turib doktorxona boshlig'iga salom qildi va uning bilan ko'rishmoqchi bo'lib qo'lini uzatdi. Lekin doktorxona boshlig'i Polatning qo'l uzatganligini qasdanga ko'rmasga selib udul berib ish ustilining keyindiki aylanma o'rindiqda o'ltirdi. "Qani, o'ltiring", dedi u amaldorlarga xos talaffuz bilan. "Sizlar huquq manfaatimizni qonun bo'yicha qo'g'daymiz deganni bahona qilib, desila doktorxonaga kelib olib da'vo qilyapsizlar. Durust, davlatimizda har qanday ish qonun bo'yicha bartaraf qilinadi. Hammada qonunni asos qilamiz, lekin qonun hissiyotni emas, dalil isbotni asos qiladi." Doktorxona boshlig'i ham diqmoq, ham semiz barmoqlari bilan shalong sochlarini siypab qo'ydi. Ondan yonchuqidan kichikkina targ'oqni chiqarib, sochlarini tarashga boshladi. Uning o'tganki qizg'inlik va kamtarliklaridan asarmi qolmagan edi. Buningdan bir xil vahimaning puraqini sezgan Polatni bilinar-bilinmas titrak bosqili turdi. Polat ilgirkiga qaraganda osmon zimin o'zgarib ketgan bu takabbur boshliqqa zuvonini qandoq uqtirishni bilolmay tengirqab qilayotganda doktorxona boshlig'i yana o'z gapini yorg'ilatqil turdi. "Sizlar hozirgacha hech qandoq dalil asossizlar biz bilan zokonlashyapsizlar. Biz yuzinglarni deb sizlarga astoydil muomala qilyapmiz. Chunki biz bemorlarning manfaatini birinchi o'ringa qo'yamiz-da. Şuna bu ishni astoydil tekshirib chiqish uchun maxsus guruh qurdik. Tekshirish guruhining yepidan yengnisig'icha inchga tekshirib chiqqandan keyingi maxsus tekshirish dokladini doktorxona partkomiga yo'lladik. Tekshirish dokladidan qaraganda doktor sestralarimiz opingizni operatsiya qilish jarayonida belgilimiga tibbiy axloqqa muxolif keladigan hech qanday sabablik sodir qilmabdi. Opingiz faqat tuyuqsiz qo'zg'alib qolgan yurak kesili sababidan qazo qilibdi. Shunga buningdan keyin kelavermanglar. Bizning bu xizmatimiz oldirash tursa. Doktorxona boshlig'i soatiga qarab qo'yib, ustaldagi xotira daftarini tartmaga soldi. Ondan qo'l sumkasini elib, o'rnidan turdi. Qaraganda uning ishdan tushadigan vaqti to'shqandaq qiladi. Polatning aram bir kelganda bundaqla chiqib ketgisi kelmadi. "Aka, boy degan tekshirish dokladini ko'rib baqsam bo'lamdi?" deb so'radi Polat yelingan tarzda. "Bo'lmaydi", dedi doktorxona boshlig'i beshini chayqab. "U degan ishga hujjat sirtning odamiga ko'rsatishga bo'lmaydi-da. Tekshirish dokladining yakunini sizga boy deb berdim-ku. Bo'ldi, ketdim. Endi kelmang." Polat tug'ilib o'sgandan tortib ta hozirgacha hech qanday zarbiga uchrab baxmagan edi.
Onun aralashgan odamlarning hammasi adab qoidalik ziyolilar bo'lg'ashqa hech kim bilan sanpan deyishib ko'rmagan edi. Uning gerçi doktorxona boshlig'iga deydiganni deb dardini chiqarib olg'usi kelgan bo'lsa-mu, muloyim fazilati buningga yo'l qo'ymadi. Aka, bundaqla tugidi qilsanglar bo'lmaydi, dedi Polat doktorxona boshlig'iga yolvorib. Ishni opang o'ldi debla tugitamsizlar? O'ylab beqing-a, sizningmi opangiz bor-ku? Polat bu boshliqqa zodi nima uchun bundaq non yemasning gaplarini deb yurganligini o'zimi bilmay qoldi. Doktorxona boshlig'i uningga qarabmi qo'ymay o'dilla eshik tubiga berib bo'ldi. Buning bilan Polatmi nailoj ishxonadan chiqdi. Doktorxona boshlig'i ishxonasini darhol qulfladi. Polat doktorxona boshlig'ining yanida uning og'ziga qarab talmirib turadi. Lekin doktorxona boshlig'i eshikni qulflabla Polatga labbada bir qarab qo'yib, lamjim demasdan burilib da ketib qoldi. Polat uzab ketayotgan doktorxona boshlig'ining orqasidan qarab, xeylig'icha go'yo qaqqan qo'ziqdek dam qetib turib qoldi. Shu topda uning kallasi qup-quruq edi. U hatto ashu bir necha daqiqa ichida o'zining bu yerga zodi nima deb kelganligini unutib qolgandek ko'rinadi. U esini yiqqanda dimoqlari xuddi lozi suvi quygandek etishib, ko'zlaridan yosh agakili turdi. U go'yo ko'zlaridan taramlayotgan yoshlarni ichiga yutmoqchi bo'lgandek, geliga kaplashib olgan ochiq bir narsani g'urtda yutibdi. Polat koridorning tam tuvini bo'ylab eshik tarafga qarab asta silchidi. Polat doktorxona boshlig'ining boyqi gaplaridan hamda uningga hol aytib o'ltirishning o'rni qolmaganligini bilib yetdi. Hamda qanday qilg'uliq? Shundaqla bo'ldi qilamanmi? Opam rahmatlikning nohaq o'lgan bo'ldimi? Opamning ming bir jafoda cho'ng qilgan bizdek farzandlari amdilikda opamizning ruhini adolatning xosiyati bilan xotirjam qilolmay o'ltirarimizmi? Bu xiyollar Polatning yurak bag'rini pichoqda tilgandek etishtiradi. Polat doktorxonaning ma'muriyat binosidan ma'yusona chiqib keldi. Uningga qo'lida tomoq ko'tarib olgan ikki sestra uchirdi. Yiqillab kelganda ularning qilishayotgan gaplari Polatning quloqiga kirib qoldi. "Vey odash, bo'ldi qila. Bizning qo'limizdan ich og'artishdan boshqa nima keladi? Peshonasiga putilgani shu o'xshaydi. Peshonli deydi ekansan. Mengu taqdir peshon deganlarga faqat ishonmayman. Fatimaning o'zidimi bor? Doktorlar eliq ayolni yurak kesili bilan qazo qildi degan tursa, uningga doktorlarning gapidan qusur izlashni kim qo'yibdi? Og'zidan balo qoldi-da, boyqush. Qazo qilgan eliq ayolning uydagilar hozirgacha da'volashyapti-dak. Ular ashu gaplarni degach, ma'muriyat binosining oldidagi gullikni aylanib, tashqi kasalliklar binosiga kirib ketdi. Polat bu ikki sestraning doktorxonada yuz bergan biror voqea haqida so'zlashayotganligini aniq jazm qildi. Qiziqish-ku bu. Ular opamning o'limi haqida so'zlashyapti qandoq? Tuyuqsiz bir ish yodiga yetgan Polat tashqi kasalliklar binosiga ushqandek yugurib qarab edi. Heliqi ikki sestraning qarisimi ko'rinmadi. Shuning bilan Polat binodan salpiyib yenib chiqdi. Lekin boyqi sestralarning gaplaridan qimmatlik bir bishoratni bayqagan Polat beshiga paqqida birni urib o'z-o'ziga pichirladi. Aslida ashu kundagi operatsiyaga qatnashganlarni editlab chiqadigan gap ekan-ku. Hozirgacha hamma ahvolni operatsiyada pichoq tutgan heliqi doktor biladi deb shuning bilan sakunlashibdimiz emasmi? Yordamchi doktor, sestralarchi. Haras
narkozchi doktormu bar emasmi? Hey, mavi kalvalıqımni. Polat shundaq deb beshiga yana birini shapalaqladi. 6 bölüm. 4 ay kirib qalay degan bo'lsa-mu, lekin bu shaharda yeshillikdan asarmi yo'q edi. Is va chang to'zandan bulg'unib o'z rangini yo'qotgan kulrang qarmuzlar bahor taptidan asta-asta erib, yo'lning ikki qasniqidagi eriqda bulg'anma bo'lib ahmoqda edi. Pasli bar husni yo'q bahor qo'ynidagi bu shaharni mehri bilan bag'ashlagan kishilar kunlarini odatlangani bo'yicha davom qilib o'tadi. Sulaymon balkonga chiqib, cho'ldarab qolgan shaharning girimsan osmoniga so'g'uq nazar tashildi. Yolg'iz uyda g'iriblik yetgan Sulaymonning ko'zlariga yosh keldi. Tuyuqsizla uning qo'rsog'i ochgandek qildi. U balkondan qaytib kirib, soatiga qarab edi, soat 12 dan eshib ketibdi. Voy, kun tushdan qiyilibdi-da. Xuddi u o'z-o'ziga pichirlab, qo'rsog'im nimancha ochidi ekan desam, hay, bugun nima yeman amdi? Odatda Zuhra tushlikka qaytib kelolmaydigan bo'lg'ashqa, oqshimi otasining tushlik g'azosi uchun tuguruk degandek tamoqlarni tayyorlab, to'nglatqiga selib qo'yatdi. Sulaymon tushliklari uni o'zi pishirib yeydi. Go'sht pishirib, tarxamak turibda so'g'uq say tayyorlab qo'yatdi. Sulaymon qo'rsog'i ochganda go'shtni mikrodolqinliq o'choqda isitgandan keyin heliqi so'g'uq saylar bilan qo'rsog'ini taqlaydi. Lekin Zuhra 4 kun ilgari Ko'lin sarayga yig'inga ketdi. U yig'in Kattibat guruhida bo'lg'ashqa har kuni döve materiallarni tarjima qiladi. Shunga u mehmon saroyida yetib ishlashga majbur bo'lib o'tadi. Hakima hayot bo'lgan bo'lsa, Sulaymonning osh tamoqi vaqt qaralida dasturxonga naq bo'lib turadi. Lekin hozir u yo'q. Qerishqandak Zuhrami uyda yo'q. Sulaymon nashta bilan kashlik g'izadigu qo'lidan kelishcha bir nimalarni qilib qo'rsoqni astarlaydi, ammo tushdi qanday qilar? Zuhraning ansiraydig'ini dal mushu edi. Sulaymon Zuhraga, "Ansirma qizim, sen yo'q chaqda tamoqni oshxonadan yeb turaman" degan edi. Hakima tamoqqa bakmi usta edi. Shunga Hakima etmagan tamoq Sulaymonning og'ziga tetimaydigan bo'lg'ashqa, necha 10 yildan buyon ba'zi bir to'y-to'kinlarni hisobga olmaganda, u oshxona, restoran deganlarga hargiz kirmaydi. Zuhra yig'inga ketib 3 kungacha u har kuni tushligiga go'sht pishirib yeb baqdi. Chunki u qozon beshi ishlarini faqatla uqmaydi. Hatto sopliknimi umrida tutib baqmagan edi. Go'shtni u kichik bolalarmi pishira oladi. Go'shtni Xudoning qutlug' kuni yeyaversimi chiqib qoladi-da. Sulaymonning bugun yana go'sht yegisi kelmadi. Hey, nima yesam bo'lar? Sulaymon uyan o'ylab, buyan o'ylab, oxiri tushlik tamoqqa choy ichib turmoqchi bo'ldi. U ozroq qaymoq choy etib, uningga non chiladi. Ondan dasturxondagi yangoq meg'zidanmi 2-3 tal yeb baqdi. Ayol o'tmay uning oshqozini ichish qila turdi. O'ltirsa oshqozini eslatdi. Yotsa qo'rsqi ko'patdi. Oxiri bo'lmay u uyning ichida u yoqdan bu yoqqa mang'ila turdi. Qo'shnilarning uyidan tushlik g'izoga go'sht to'g'rayotgan ovoz anglanib. Birdamdan keyin nihoyat mazalik tomoqning hidi keldi. Sulaymon boyla qaymoq choy bilan qo'rsqini to'qlab olgan bo'lsa-mu, nemishqidir qo'shnilarning uyidan kelayotgan tomoqning puriqini hidlab, eg'izini tamshib qo'ydi. Va Hakima hayot chog'larini eslab qoldi.
Odatda bundaq chaqlarda u hakima aytgan mazzilik tamoqni ishtiho bilan yeb bo'lib, sopada yancha o'ltirib tishlarini kovlashga tushadi. U tamoqqa amroq bo'lg'ashqa, hakima bir haftaning 7 kunida 7 xil tamoq etadi. Sulaymon hakima aytgan tamoqlarning ichida bo'libmi petermantini og'ziga tegmay maqtab turib yeydi. Chunki hakima aytgan petermantining jildisi qog'ozdek nefis edi. Jildda aynakdek suzuk bo'lg'ashqa ichidagi qiymalari ko'rinib turadi. Bir kuni hakima yandagi shifoxonaga osma ukul soldirg'ili chiqdi. Lekin osma ukulning yerimi tugamay turibla bir ish uning yodiga yetdi. Aslida u bugun tushda petermant atmoqchi bo'lib xemirni yug'urib qo'ygan, ammo qiymasini tex qilmagan edi. Shunga darhol berib qiyma qilmasa, tamoq Sulaymonning kelishiga ulgurmaydi. Hakima sesraning unimig'iniga qaramay belekidagi ukul yengnisini tortib elib etibla shifoxonadan ushqandak chiqib ketdi. Lekin hozir Sulaymonga undaq ko'yinadigan kim bor deysiz? Durust, uning ish ko'yarlaridan ashu bolalarla qoldi. Lekin ularning o'z oldiga turmushi, oyig'i chiqmas ishlari bor-da. Shunga balalarning aldirash ishlarini tugatib, degan chog'laridilla yolg'iz otisini yo'qlab kelishga andin cho'lis tegadi. Bularni xiyolidan bir qo'ri o'tkazgan Sulaymon fani dunyoda uning kulkisiga tang kulib, yig'isiga tang yig'laydigan qarinasining faqat hakimala ekanligini yana bir qitim his qilib yetdi. Sulaymon qachon qishliq kiyimini kiydi, qachon yozliq kiyimini kiydi, nimadan xafa bo'lib, nimadan xush bo'ladi. Bularning hammasi hakimaga 5 qo'ldek ayon edi. Chunki hakima Sulaymonning bu dunyolikdagi birdan-bir sirdishi edi-da. Lekin taqdir degani shu ekan. U xush tutib qolsa, ashundaq sirdoshni hamroh qilib, beshingni ko'kka yetkazadi ekan. Ammo kunlarning birida chin yurakingdan suv ichgan ashu hamrohingni mangulikka ilib ketadi ekan. Sulaymon o'ziga pichirlaydi. Hey hakima, hakima. Bilamsan, men bugun och qoldim. Qiynalib ketyapman. Balalari qaramada emas, qaravatidi. Lekin ularningmi ota holing nechuk deyishga faqat o'z ishlarini tugatib bo'lgandan keyin andin cho'las tegadi ekan. Senmi ulardan ranjima bo'lamdi? Sen hamisha bola degan ota-onaning yurak parisi, lekin hargizmi yo'lanchugi emas, deyting'u. To'g'ri deb degansan. Mening bu dunyolikdagi yo'lanchugim faqatla sen ekansan emasmi? Biroq sen labsingda turmuding hakima. Qiron chog'larimizda men sana qalqan edim. Qiyirib put qo'limning mag'duri qashqan amdilikda o'zing g'abbada ketib olding. Meni yolg'iz tashlab qo'yib yomon qilding hakima. Nafsi sal-pal qisilib, yuragi oqqandek bo'lgan Sulaymon hujrasiga kirib, asta yotdi. Tuyuqsiz telefon jiringladi. Telefonni Po'lat bergan edi. Po'lat Janubiy Shinjonga xizmat bilan ketgan 10 kundan buyon har kuni telefon qilib, otasidan ahvol so'rab turib. Oldingi kuni u Zuhraning yig'inga ketganligini uqib, telefonda otasidan tamoqni qanday qilayotganligini so'ragan edi. Keyin u xotiniga telefon qilib, har kuni cho'ng uyga berib, otasiga tamoq etib berishni aytdi. Lekin qiyirishqandek Gulyorning otasi operatsiya qilinib, doktorxonada yetib qolg'ashqa, Gulyor uning holidan xabar olg'ash, bolasini yasliga opirib akelmisi bo'lmaydi.
Şundaqdımı Gülyar ataydan kelip Sulaymanға aştamaq etip bermekçi boldu. Lekin bunda qılsa Gülyarның ikki arlıqda qatrap alıdın ketadiganligiga көзі yetken Sulayman bununğa hergiz onamedi. Ve ularni xatirjam qilish uchun yaqinli yerda naayiti pokiz bir oshxona borken, oshtamaqning ta'mi yaxshiken, tamoqni men shu yerdan yeyman deb qo'ydi. Buning bilan balalarning ko'nglimi joyiga tushdi. Lekin Sharipa yerim oy ilgari otasidan ranjib chiqib ketgancha ikkinchi kelmadi. Sulaymandan hatto telefonda bo'lsa-mu ahvol so'rab qo'ymadi. Sulayman Sharipani tuyuqsiz seg'inib qoldimi, uningga telefon qilib baqmoqchi bo'lib, telefon trubkasini qo'liga oldi. Lekin nomerdan ikkini bosgandan keyin delig'ulliq ichida birdam turib ketib, oxiri Sharipaga telefon qilishdan yaltaydi. Ota degan yanala ota emasmi? Qiziga ikki eg'iz o'tkazib gap qilib qo'yganға, yo'qol deb varqirab qo'yganға nima bo'ladi? Uning ustiga o kuni jidalni Sharipa o'zi terigan tursa, balodak ish bo'lib ketsimi, otasi balasiga yolvursa qandoq bo'ladi? Shularni bir qo'ri kallasidan o'tkazgan Sulayman telefonni joyiga qo'yib qo'ydi. Uning oshqozini ham etishib, ham ko'pib ketyotdi. U heladan helaga to'xtamay kekiratdi. Tushda hammaylan aram elayotqashqimi, atrof jimjit edi. Faqat ko'chadan o'tib turayotgan mashinalarning gurkirgan ovozilar uy ichidagi timtoslikni buzib turadi. To'risqa tikilginicha xiyol surib yotgan Sulayman o'zining kekirakini anglab tuyuqsizla kulgisi kelib qoldi. Chunki Hakima boshqalarning oldida kekirgan odamga nihoyatda o'ch edi. Bir qitim sahrodan bir tuqqani kelib, ularning uyida bir necha kun turib qoldi. U odam har vaqtliq tamoqdan keyin dasturxonda o'ltiribla kart qilib kekargili turadi. Ba'zi uning kekiriki shundoq uzun chiqib ketadiki, ba'ayni qo'zining marginiga o'xshaydi. Uni anglagan odamning rostinla ko'ngli ilishadi. Lekin u kishi yiroqdan kelgan mehmon, uning ustiga erining tuqqani bo'lg'ashqa, Hakima uning kekirikidan ko'ngli ilishib ketayotganligini hargiz chandurmaydi. Har qitim u mehmon tamoqni yeb bo'lib, kekirishga tamshalgan hamon Hakima g'ibida oshxonaga kirib ketadi. Heliqi mehmondan boshqalarning hammasi Hakimaning nimishqa o'zini daldiga elayotganligini bilgashga bir-biriga qarab ichida kulishadi. Bir qitim Sulayman xotin ikkisi bir do'stining uyiga mehmonga bordi. Ular ussuzligiga kola ichishgan edi. Birdamdan keyin Sulaymanning oshqozonidan kuchlik bir xil gaz o'rlab kelib, bo'g'ziga kaplashgili turdi. Bayqi kola uning burnidan etilib chiqilgandek qiladi. Opla, kekirib qoladigan bo'ldim-da, deb o'yladi Sulayman. U hojatxonaga kirmoqchi bo'lib, Hakimaning yenidan turdi. Lekin ulgurolmagan edi. Kart qilgan kekirik ovozini hammaylan angladi. Nomusdan yerga kirib ketayli degan Hakima bo'lsa, Sulaymanning yo'tisini kuchab chimdidi. Lekin xotin kishi har qancha kuchab chimdisimi, erkaklarga cho'mili chaqqanchilikmi bilinmaydi-da. Hakima boshqa xotinlarga o'xshash gohida erini kunlab muqalatdi. Sulayman 10 necha yil ilgari bo'lgan mundaq bir ishni hargiz unuta olmaydi. Bir qitim xotin ikkisi to'yga bordi. To'y nihoyatda qiziqan edi. Chiroyli qizdan bir nechasi o'ttirida usul o'ynayotdi. Qizlarning gildak ichilgan xushxuy ruxsari va latofatlik usulini ko'rgan kishilar taraf-tarafdan chavak chalg'ila turdi. Xushalliqda ichib xeyli tanshilib qolgan Sulayman mehmonlarga qo'shilib "Barakallah" deb to'g'lag'ash, "Ha" deb chavak chaladi.
Арақның күчіден аяжыныны басалмай қалған Сулайманның тапаллары қычқылы тұрды. О, дәс орныдың тұрды да мәйданға түшіп, еліқі қызлары белән бекішіп, ұсыл ойнығылы тұрды. О, ұсыл ойнығаш еліқі қызларға қарап, елідін еліға ежі ятты. Лекен оның бұл құшлықы ұзынғы бармеді. Bir әйлән іштек беріп, оны пешідін татқыныча мәйдандың чықырып алды. O, той тарыған чағдыла әкименің аллы қачан кетіп қалғалықыны байқыды. Bunu görgen Sulayman xotinini içide. Voy, qayırıyorsun uxmaydıgan, dep tillığılı turdu. Başqalar onu maşinaga ittirip çıqırıp, onu mığınıga qaramay öyüge apırıp koydu. Әсет дегенде ойғанған Sulaymanның kallası құп-құрық еді. Ақшам болған ішлерден xotinining оны ташлап балдыр кетіп қалғандың башқы ішлер оның есі де жоқ еді. O, xotinining оны ташлап балдыр кетіп қалғанлығыны ойлысыла, бұғаны өрләп, өзіні басалмай қеліп ататты. O, орныдан чачырап тұрып, әкимені тыллап, әдіпіні беріш үшін ашханаға кірді. Лекен әкиме ашханада жоқ еді. Чай көрісімі очақның үстіде ақшам қойып қойған петі құрық тұратты. Бұны көрген Sulaymanның текімі жұдуыны тұтты. Sulayman тазылық өйінің ішкені ечіп қарыса, әкиме yüz көзіні юйып болып, чечін тарап ататты. Оның көздері қызырып, қапақлары ішіп кеткен еді. Sulayman еғізіні үмәлләп болғыча, әкиме кептәшті. Болды, Sulayman ақын, біз ожыршып кетәйлі. Неме дедің? Қағы поқ еместі İlişip gelip atmaydıgan sen? Senden sonra bakay, Ecep koy diyorsun degenini uxmaydıgan bir nimekensin. Toyga ikimiz tan bargan deken, tan yenip gelmey, yüzün yalğız gıppede tikip etipsen. Xaqның aldıda yüzümni töktün, bilemsen? Nime? Özle yana yüzün gipini kılıp atamdıla? 50 yaşlıq çok-çoğ adamның qılıb atqan qılıqı avı. Yana dəxi. Mən nemi qıptı mən? Özlərdən sorsıla. Mən nədim bilay onu? Nemi qılğanğa şunçuvala qılıb ketsən? Həkimə qoladaki tarğaqını qoyub Sulayman tərəfə buruldu və onunğa közlərini məxdək tikdi. Tolu xubsəllik qılmısla, qılğan işlərini uxmamla texi, Sələgə desəm, hər qandaq adamның yaşlıqı boludu. Ahiri yana həmmisi oxşaş qeyreydi. Mənmo yaş vaqtlarımda qızılgüldək çıraylıq, tal çıvıqdək zılva qız edim. Balalarını tuğumən, öylərini tutumən dəb qeyrib, çırayımdan ketib boldum. Yaxşı gəlla, Saqalları məyillərə düşkəndə çıraylı qızlarını körsülə, közlərini üzəlməy qalıdı gəlla. Seli axşam meydanğa heliqi qızlar bilən biqişib, usul oynığaç, ularga saqal təşrif edilə, asman jiraq, yer qattıq bilinib getdi mana. Həkimənin bu gəplərini anlağan Sulayman peşanəsiga paqqada birini saldı. O, şu çağdala axşamqı haraqның kəypidən yeşilib, toyda bolğan işləriniğuva esiga aldı. Bolupmu kəypçilikdə özünün bir qız bilən qızğın beqişib usul oynağanlıqı yadığı gəldi. Onun tuyuqsızla qalları qızıb, yüz gözü xuddi çoğunu yaqqandək ot alğılı turdu. Şunda qılıb, xotininin ədəbini bərməkçi bolğan Sulayman axır xotinidən dəkkisini yedi. Hey, dedi, xiyalları barğan sırı çekilişip ketib atqan Sulayman iğir uftardı. Xotin bar çağlarda nemeni toğru qıldım, nemeni xata qıldım, hər daim əskertip turduğan bolğaşqa közlərim naiti mənilik ötkən ikendiq. Hazırçı, mən qeyri bilən heç kimnin karı yox, heç kim alın qandaq dəb qoyuşqımı yaramaydı. Qarğanda
Yeydig'inimni yep bo'lganmi o'xshayman. Hey Hakima, men yana kekirib qo'ydim. Meni qong'ich tillab ol. Buxadan chiqqıcha chimdib olg'in bo'lamdi. Meni har qandaq yomon gaplar bilan tillab, har qancha qattiq chimdib olsangmi, endi hargiz ig'ir olmaydi. Gaplarimni anglayotamsan, Hakima. Tuyuqsiz jiranglagan ishik qo'ng'iriqining ovozi Sulaymonning xiyol gaplarini uzdi. U soatiga qaradi. Soat 2:30 bo'lgan edi. Bemahal vaqtda kelgan kimdi bu? Sulaymon asta berib, mushuk ko'zdan taloga qaradi. Ishik tubida Sharipa turadi. Qaysi kuni yomonlab chiqib ketgan Sharipa oxiri kelgan edi. Yalg'izlikda bakmu g'ayrib singan Sulaymon qizi Sharipaning yo'qlab kelganligini bilib, ko'ngli vallada yorib ketdi. Kayfiyati ko'tarilib, jismi yeniklab qolgandek belanishga boshladi. Sulaymon qo'lini uzatib, ishikni ochqicha bo'lgan bir necha daqiqa ichida Sharipa kirib apu so'rsa, uningga nima desam bo'lar deganlarni xiyolidan o'tkazib bo'ldi. Lekin Sharipa bosog'i atlab kirgan hamonla o'zining xato o'ylaganligini sezdi. Sharipa atsiga qarabmi qo'ymay uyga etilib tugadak kirgandan keyin beshini yerdan asta ko'tarib Sulaymondan so'radi. Ata, o'zing yolg'izmi? Yolg'iz bo'lmay, yana kim bo'lmoqchi edi? Shuncha kunning yoqi ko'rishmagan qizining o'ziga salommi qilmaganligini ko'rgan Sulaymon lassada bo'lib qoldi. Sulaymon Sharipaning o'ng-so'li yo'q kirib kelganligini ko'rib, uning beshiga kun tushib, o'ziga hol etqili kelganligini bilib bo'ldi. Ata, puling bo'lsa 5000 yen berib turg'in. Bir necha kundan keyin qaytirib etaman, dedi Sharipa sopaga o'ltira-o'ltirmayla. Aslida Sharipaning to'liq o'tira maktabda o'qiyotgan o'g'li Mardan bir saboqdoshi bilan urushib qilib, uni pichoq silib, yarlandirib qo'ygan edi. Yarlangan bolaning ota-onasi 10,000 yen to'lam bersizlar, bo'lmasa balanglarni qo'lga oldirib etamiz, deb tahdid solgan edi. Sharipa xotin ikkisi 4 tanga maoshga tayinib kuni oladiganlardan edi. Uning ustiga 2 bolasi o'qiydi, ham yaqinda uy setib olgan bo'lg'ashqa yonchuqimi qo'rg'dilib ketgan edi. Xotin ikkisi 1000 tasdikda 5000 yen tayyorladi. Qolgan 5000 yenni tonish bilishlardan so'rab baqdi. Lekin hammali kishining o'ziga tushliq dardi tursa, kimmi unchalik pulni 2 yeniga qaramay shartda chiqara olsin? Sulaymon Sharipaning gaplarini olgandan keyin qaynab ketdi. Men sizlarga Mardonni ching tutinglar, kelmas bir nimalari bilan ozroq bordi keldi qilsin deb ko'rmin qitim etmaganmidim. Lekin sizlarchi hafta oxiri keldimi? Bo'ldi. Heli to'y, heli choy, heli to'lgan kun ziyofati. Voy, bahonanglar jiq. Bola osh qilib-atamdi, o'ginishni qandoq qilib-atdi. Bular bilan parvoyinglar pelak. Endi xo'p bo'ldimi? Bir obdan bola ikkinglarning kasofatidan yo'ldan chiqdi. Hey! Deganlaringning hammasi to'g'ri ata. Menmi pushaymondan o'z go'shimni o'zim yegudak bo'lib ketyapman. Biroq bular ish bo'ldi. Endi uning amalini qilmasak bo'lmaydi-da. Pulni bugun topshirmasak, u haq soqchiga deydi. Bu ishni maktab o'qib qolsa, Mardanning tugashgini shu, dedi Sharipa otasiga yelinib turib. Sulaymon boshqa gap qilmay, yotoq uydan
biri pul kinishkisini açıqıp Şəribəge berdi. Şəripə pul kinishkisini aldı da atısıға xoşmu deb qoymay uçqandek çıqıb getdi. Sulaymanның Şəripəni müşk көзден көрген çağdaki xuş keyfi nələrgedir uçdu. Sulayman öz-özüge pichirledi. Hey, konalar, mən köyərmən balamğa, balam köyər balısıға deb bəkmi toğru eytip diken. Qaramamdığan, mən texi Şəribəge qattıq gep qılıb qoydum deb özümni eyipləp yürgülen nə vaq. Lekin uçu, şonç günning yaqi meni unutib da ketdi. Mana əmdi balasının beşiğe gün kelib, mağa acıt düşkende izlep kepti. Oylağan seri judunu örlep ketivatkan Sulayman öy içide uyaqdın bu yaqqa toxtumay maňatdy. 7. bölüm. Sulaymanның helidin heliga dem sıqılıp, 2 qadam maňa-maňmayla hasıraydıgan bolup ketivatdy. O zıq kesilinin yana edep qilivatqanlığını sezdi. Bundaq ahvalda doktorxanaga berişqe toğrı kelse özü yalğız barsı bolmaydı. Onu çoqum bireylen apırış gerek edi. Lekin balalarının xizmeti aldıraş bolğaşqa atısını doktorga körüstüş üçün çoqum iş ornudun ruxsat sorumысы bolmaydı. Balalarını xizmetten qoyışqa köngli onumağan Sulayman bu işini balalarga tınmay hazırca doğru içip durmakçı boldu. Lekin doğru içken siri onun hazıraşları pasaymekte yok, kündün künge edep ketivataddı. Onun bu halini ahire Zöhre sezip kaldı. Ettigenliki Zöhre atısını doktorxanaga aparmakçı boluvedi, o onumedi. Zöhre yine yalvardı. Sulayman ahir Zöhrege otılık heyvisi bilen sür körsetmekçi bolup, "Menin bilen karın bolmuşsun, man işingi bar," dedi. Zöhre atısının muşu kemgiçe özüge bundaq çekçiyip baqqallıqını görmegen edi. Sulayman birdemden keyin sılıq düşendirdi. "Hazır idarlarının hemmisi yıllık bahalaşqı düştü kızım. Pavqulatda birer işi çıkıp kalmagan kadrlar ruhsat sormaslığı gerek. Muşundaq çağda ruhsat sorsan teşkilge set görünüp kalısın. Xizmetdaşlarının aldıda tilin qısqıraydı balam." Atısının ağırıp kalğanlığı pavqulatda iş hesaplanmaydı kende? "Cahillik qılmığı ne ata?" dedi Zöhre atısığı yelenip turup. Sulayman Zöhrege bundaq geplerinin kar qılmaydıqalıqını obdan biletdi. Şoňa o qattiq yoteldin keyin qızga tärin törüpli varqırdı. "Maňa maň işiňi bar. Doktorxanaga söýräp apyrdyganга men tehe sakratga düşüp qalmadım." Şundaq qılıp Sulayman Zöhreni işikden ittirip degedek çıqırıverdi. Zöhreni yolga selivetkenden keyin Sulayman öyde şipai pürküme deydigan bir xil dorunun barlığını eski aldı ve şunu ming taslikte tepip kaniga pürküp beqivedi, degendekla xeyli aram tepip kaldı. O hojirsıga kirip asta karavatga çıkıp yançılap yattı. O emdala köz yumup turuşuga işik qoňguraqy jırınlap ketdi. Sulayman Zöhre yana qaytip kelgen oqşaydı dep oylap medirlamay yetip aldı. Lekin işik qoňguraqy toxtamay jırınlaverdi. Sulayman tuyuqsız oylap kaldı. Zöhrede öyünün aşqış dursa, udul içip kirmey qoňguraqny besip yüremdi. Başqa bir kelgen gep. Sulayman karavatdan boynudun söýregendek täsdi düşdi ve deldanşip mağыныça işik tüvege berip müşük gözden zan koyup qarvalgandan keyin talatini türginiçe beşini çayqıdı. O "Ketdesimo" dep godon şığыныça işikni asta açdı. Astınqı qavatda olturduğan Qasım isimlik gaçı jigit işik tövede hejeyip turatdı.
Qasımның бойы анчы егіз болмағаны білән, жамдәк бір жүп көз білән, бүркітнің тұмшықыдәк ilmək burni adamga g'alitili ko'rinadi. Qasım bilan uning Kasaljon opsi bu binoga buningdan 3 yil burun ko'chib kelgan edi. Bu binodagi qo'shnilar bir-biriga tamoq sunishadigan ko'na odatni tashlamagan edi. Shunga Qasımlar ko'chib kelgan kuni Hakima ularning uyiga atayin polo etib akirdi. Hakima Qasımlarning uyiga tamoq akirib berib chiqqandan keyin nemishqidir jamabla ketdi. Sulaymon nima bo'lganligini so'rab edi Hakima. Ularni makonsiz bechoralarkan deb e'tibor qilmagan bo'lsa, ularning binodan uy setib olgudek qurbi yo'qkan emasmi? Dedi ko'zlariga yosh elib turib. Ularning uyida ko'nirab rangi o'chib ketgan eski kigiz bilan shalaqshib ketgan ko'ni ishkapdan boshqa hech nimasi yo'qkan, deb gapini davomlashtirdi Hakima. Karvat bo'lmag'ashqa bechora Mo'may yerdili yetibdi. Mo'mayning uchisida yamoq ko'nglak, hatto putidagi poypiqiningmi u yer bu yerga yamoq tushibdi. Hakima gapini tugitib mishildab yig'lab ketdi. Xotin qaq degan qiziqda, dedi Sulaymon Hakimaning yig'isiga qarab. Ko'chada ko'k namrat, g'ir qurvi deganlar samondak tursa, qaysi biriga yig'lab bo'lasan? Hakima bir hazodan keyin yig'isidan to'xtab Sulaymonga qaradi. Biz ularga ko'proq yordam qilsak bo'lg'udak. Ha, mundaq demamsan, dedi Sulaymon Hakimaning dolasiga papilab turib. Yig'ining qo'lidan nima keladi? Buningdan keyin u apa bola ikkisiga tamoq sunishni unutib qolmasangmi bo'ldi? Hakima eriga qarab kulimsiradi. Uning bu abdi bo'lsa, otasi bergan o'yinchiqni ko'ribla yig'idan to'xtab kulimsiragan kichik bolaga o'xshab ketgan edi. Qasımlari ko'chib kelib uzoq o'tmay, uning opasi so'ngak raki bilan og'rib yetib qoldi. Mo'may navoda davolansa, umrini birer yarim yil uzartqili bo'ladi. Lekin Mo'may davolang'ali pulim yo'q deb davolang'ali hargiz unamadi. Hakima qulim qo'shnilarga deb yurib, bu bechora Mo'mayga ozroq pul yig'ish qildi. Lekin u Mo'may qo'shnilar kirgizgan pulni qat'iy olg'ili unamadi. Yo'q, pullarni ochqib ketsinlar, dedi Mo'may yig'lab turib. 2 putim go'rga sanqilab bo'ldi. Shuni bilib turib, yana har qaysilarining pulini xajlasam, yuragim chidamaydi. Go'rimda o'ri o'ltiraman. Qo'shnilarning ko'ngliga rahmat. Hakima ilojisiz yenib chiqib, qo'shnilardan ig'ish qilgan pulni egalariga qaytarib etdi. Qasımning opasi og'rib bir oy bo'lar bo'lmayla qazo qilib ketdi. Qasımlarning hech qandaq urug' tuqqani bo'lmag'ashqa Mo'mayning o'limini qo'shnilar uzatdi. Lekin qo'shnilar Mo'mayning meyitini uzatish vaqtida bayqalgan bir ishdan hang-tang qilishdi. Rahmatlikning kiyim-kechigiga qatma-qat yamoq tushib ketibdi, dedi Mo'mayning yo'qaga kirgan bir hoji xonim Hakimaga. Hatto tambolnimi yamab kiyibdikan bechora. Tambolning sol yanida eg'izi tikib etilgan bir yanchuq turadi. İçib qarsak, ichidan bankining omonat chekidan biri yana bir parcha xat chiqdi. Xatga ko'llarim yiqillab qolgandek qiladi. Har kimning jini Xudo bergan omonat. Bu omonatni qachon oladiganligini faqat Alloh egamning o'zi biladi. Olimadiz, tuyuqsiz ketib qolsam, o'limimni qo'shnilar savoblik uchun Xudo yo'lida uzitib qo'ysanglar. Kepellik raxt, yep-yengna, yuyuq sopini, paxta degandek narsalarni tayyorlab, uyning bulung'idagi yashikning ichiga selib qo'ydim.
Yerliknimi 10 yıl burun elip koygan edim. Nädelikini Qasım bilidi. Qoşnularımның himmet yardımıga rahmet, lekin endişem oğlum Qasımda qaldı. Bu kinişkide 15 ming yuan pul var. Bir qismini näzirge işiltip, qalğыныga Qasım üçün jahandarçılıqның birer yolunu körsüp qoygan bolsalar. Muşu oğlum birer işinin peşini tutalısa, görümdümü xatırcam yatatdım. Bu işlarga qoşnam Sulaymağun erxotun ikisi atadarçılık qılğan bolsa, dep yezipdi. Qoşnular Momayның öz vaqtida nemi üçün davalanışqa unumağanlığının sebebini şu iştin keyin bilişdi. Momayның ölümü yığızar bilen uzatılgandan keyin Sulayman erxotun ikisinin yol körsütüşü bilen Qasım dukandan birini içip aldı. O aşı dukandan eyga 300-400 yuan pul tapalaydı. Hakime Qasımga xuddi öz balasıdek her vaqtlı xızada bir qaçıdan tamaq elip qoyatdı. Qasımmı hakimani öz apsıdek köretdi. O yanaq meğizga bäkmi amraq edi. Qasım Sulaymanның yanaqqa amraq ikenligini hem ularning uyida yanaq üzülmeydiganligini bilgeşke yenida yanaq qalmagan çağlarda Sulaymanlarning uyiga yanaq sorap kiretdi. Şuna Sulayman bu suğuda ejiyip qarap turgan Qasımны körüpla onu yana yanaq sorap kelgen oqşaydı dep qalgan edi. Lekin Qasım hargıllık yetkendek işki közü ulturuşup, çırayları tatırıp ketken Sulaymanны körüpla onunğa hayranlık ve içiniş bilen tikildi. Sulayman qaramakka onu bimahal vaqtda kelip avar qıldı dep renjigendek görüngeni bilen Qasımны yanala öyge başıldı. "Ha, yana yanaqın tügepti de?" dedi Sulayman asırap turup. Lekin öyde yanaq meğizi qalmaptı, şuna yanaq beray, özün çekip yegin. Qasım şu hamman beşini çayqıdı ve ağırıp qalgandek turla doktorxanaga apıraymo degen ma'nida işaret qildi. "Yoq, men saq", dedi Sulayman terikkendek qilib. "Mening bilan karing bo'lmasin. Berip ishingni qilgin. Dokununga o'g'ri kiribdi deydi-ku." Bu gapni anlab, ko'zlari chakchaygan Qasım arqasiga shart dedi burilib, 2 qadam mongandan keyin yana arqasiga yandi ve Sulaymanға "Do'kon quluplaqliq, o'g'ri kirolmaydi. Men silini doktorga apıray" degan ma'nida ishorat qildi. Angacha Sulayman oshxonaga kirib, birlegan yanaqni ochqib, Qasımga tutqizib qo'ydi ve "Qulup selib qo'ysanglar hesap emas, o'g'ri degan qulupni qayirib etib kiraveradi" dedi. Andan Qasımның unumag'iniga qaramay, onu dolasidan ittirib chiqaraverdi. Uy ichi yana timtasliqqa cho'mdi. Sulayman hujrasiga yenib kirib, amdila yetib aramalay deb turishiga telefon jirangladi. Zühre idarasiga beribla xotirjam bo'lolmay telefon qilibdi-da, deb o'ylagan Sulayman, "Uxlab tushing, doktorxonaga hargiz bormayman", deb g'udunshig'inicha berib telefonni oldi. Ammo telefon Zöhradan emas, Sulaymanның Hashim ismli bir og'inasidan kelgan edi. İkisi bir qo'rib salomlashgandan keyin Hashim navrasining ingliz tilini 4 yil tirashib o'rganib, oxir imtihondan 5/5 nomeri bilan o'tganligi, endi Amerikaga o'qishga chiqsa bo'ladiganligini so'zlab berdi. Qaraganda Hashim nayt xo'shal edi. Sulaymanmı ağinəsinin xoşluqada xoşal boldi-yu, lekin turupla Hashimga salpal hasad qilibmi qaldı. Çünki Hashimning o navrisi Sulaymanning navrisi Mardan bilan tang demetlik edi. Lekin u bala tirishib o'rganib obdan odam bo'pti.
Süleymanның nəvirsi Mərdan bolsa ögünüşkə tirişmaqdı yox, balalar bilan uruşub, iştirib yürüdü. Əslidinla mücəzi yox, Süleymanның Haşimның bu gəplərini anlap demi içige düşüpli ketdi. Lekin Haşimның gepi tügeydigandək əməz edi. Taqatsızlanıb ketibatqan Süleyman onun gepini bölüb etməkçi boldu. Haşim, balalarың yaramlıq adamlardan bolğan edi. Əmdi nəvirləriңmi ata-anasını doğrapdı. Bəxtin baqir jumu sen. Adətdə xeyli çeçen göründüğən Haşim bolsa, Süleyman qılğan gepning tegege yetəlmidimi, gepini tügütüdüğandək əməz edi. Vay, toğır deysə adaş, edəb gepini davam qıldı Haşim. Ballarımның həmmislə nait obdan adam bolğan edi. Nəvirlərimnimi nait yaxşı tərbiyəledi. Olduğu günü zukamdap qaptiken mən, çoğ oğlum bilen kelinim kelip meni söyrep degedek doktorxanaga apardı. Ondan apsıga öğüt azlış berdi dehi. Süleyman bu ağinəsinin həmmə nemisidən razı, amma hədisila balalarını maqtaydıgan qılıqağı öç edi. Şuna o Haşimның geplerini anla verişke taqat qılalmay, onun gepini yana üzdü. Zukamdap qalğanmıdın? Hazırçı, xeyli oğlunup qaldın mı? 2 gündən beri menəğimi tazı mücazim yox. Haşimның tügüməz gepləridən birini başlı velişidən ənsirgən Süleyman gepnin ahırını çortla üzdü. Adaş, doğru işçidiğen vaxtım boldu, keyin muğdu şayli, ha? Bu gepni anlagan Haşimның yana deydiğen gepləri barda qılatdı, lekin Süleyman onunğa yana iğiz etiş pürsütü vermey, xoş əmsə, xudağa amanet, ədəbla telefonunu qoyub etdi. Süleyman sabağa kelip olturdu və şehrədə oturğan tizginəkni elib, televizorunu içib, o kanal bu kanalga yötkəp beqib, yana etib etdi. O közün çaxıntıdığan nurları dəqiqi içide öçüp bolğan televizorunun qapqara əynikiga qarab, hanviqib olturup ketdi. O Haşimның geplərini anlap, çivin yavalğandakla bolup qaldı. Haşim onun başlanğıç məktəbdəki savaqdışı edi. Ular toluqsuz oturub məktəbə çıxqan yili Haşimның atısı tügəp ketidi. Ularның öyüdə tərəkçilik qıladığan başqa adam bolmağaşqa Haşim oquşun taşlap, apsı bilən billə moxorka, gazır burçaq setişqə məcbur boludu. Haşim 16 yaşqa kirgan yili bir zavodqa yük maşinisi şoförü bolup orunlaşıb, bir ömür şoförlük qıldı. Süleyman onunğa qaraganda köp tərəylik edi. O, ali məktəbni bitirib, şəhərlik hökumət orqanıga orunlaşdı. Süleymanның işləri ondan kelib atatdı. O, adətki kadrlıqdan muavin bölüm başlıqağı özdü. Keyin bölüm başlıqı boldu. Ondan yana muavin başqarma başlıqı və başqarma başlığı boldu. Axırda muavin nazırlıqı östürüldü. Haşim bilen Süleyman oxşaşlı diqqan balısı bolsumu, lekin ikkisinin təqdiri oxşaşmaydı. Şu vəcədən özünü kəmsitişkə adətlenib qalğan Haşim, yurtluqlar olturuşlarına Süleyman bilen billə berişini anç xalab getməydi. Çünki başqalarının o ikisiga cəmiyyətdəki ornuğa qarab, egiz pəs muamilə qilishidin ənsirəydi. Lekin Süleymanda qılça ondaq ideya bolmağaşqa bu ağinəsini bəkmi öz görətdi. Bu iki ailənin fərqi balalarının çoğu işiği əgişib başqıcı boldu. Süleymanның balalarının həmmisi xizmətlik bolsumu, lekin Haşimның balalarıdək kişilərini heyran qaldırdıqan işlərini qılalmadı. Haşimның çoğ oğlu yap yaş turupla başqarma başlığı boldu. Yaqında yana muavin nazırlığı östürlərmiş. Oturançısı çoğ bir karxanının baş direktori. Aylıq maaşı tümən yöndən aşarmış. Kəncisi Şanghay Qatnaş Universitetini bitirib gəldi. Buldur elinğan məmurlar imtihanda şəhər boyucu birinci bolub, nəhayəti obdan bir idarəyə dövlət məmuru bolub orunlaşdı.
Mana endi nävirsini Amerikaga o'qishga chiqidi da'vatdi. Hey, odam degan shundaq bo'ladi ekan. Yosh, qiron chog'larida bir-biri bilan kasbda baslashadi ekan. Qeyrib, pensiyaga chiqqandan keyin o'zaro selishtirg'idek boshqa nemis qolmag'ashqa, bolalari, nävirlari qozongan nusratlari bilan maqtanadi ekan. Sulaymonmu ilgari muavin nozir edi. Umu bolalari, bo'libmi nävirlarining o'zidan ishib ketishiga tashna edi. Lekin Sulaymon nävirisi Mardonni aslab qoldi. U hozir nima ish qilayotgandu? Sharipa qaysi kuni pulni elibli chiqib ketganicha telefon qilibmi qo'ymadi. Sulaymon bir chaqlarda nävirisi Mardonni bir shapaloq salgan. Buni ko'rgan Sharipaning yuraklari ichishib ketgan edi. Sulaymon bu ishlarni asga elib, pushaymon ichida beshini chayqadi va o'z-o'ziga pichirladi. Hey Hakima, vijdonsiz xotin. Jannatga o'zing yolg'iz kirib yetib elib, bosh og'rig'ining hammasini menga tashlab qo'yding. Seni hargiz kechirmayman. Sulaymon hujrasiga kirib ketmoqchi bo'lib, o'rnidan turishiga eshik qo'ng'irog'i chiringladi. Sulaymon Zuhra kelgan o'xshaydi deb berib, eshikni ichib edi, Sharipa ekan. Uning qo'lida bir muncha sovg'a salom turadi. Qizining eshik tubida turganligini ko'rgan Sulaymon ham xushal bo'ldi, ham hayron qoldi. U xushalligini chandırib qo'ymaslik uchun qapoqini zo'rg'a turib, keldingmi? Qani, uyga kir, dedi og'zining uchidala. Atisining chiroyi oshmaqanligini ko'rgan Sharipa salpal o'ng'aysizlangan bo'lsa-mu, buningga ancha eranishib ketmadi. Sharipa itga kirib, qo'lidagi narsalarni yerga qo'yib, oyog'ini soldi. Sulaymon Sharipaga qopig'ini ochmag'ini bilan nävirisi Mardonning ahvolini uqishga aldirab ketyotdi. Mardon qandaroq? deb so'radi u. Sharipa oyog'ini selib bo'lgandan keyin yerdan beshini ko'tarib atisiga qaradi va boyqa gapga javob bermay atisining ahvolini so'radi. Ata, mijozing yo'qmi? Nemishqa doktorxonaga borg'ili unumiding? Nima? Mening mijozimning yo'qligini sen nerdan uqding? deb so'radi Sulaymon. Qosim bizning idoraga berib, menga bir nimalarni deb ishorat qildi, dedi Sharipa. Lekin g'achchaning tilini nerdan bilay? U oxiri bo'lmay oldimdagi qog'oz qalamni elibla, toza dut bir nima ekansan, otang og'rib qolgan tursa, bu yerda g'imingda yo'q o'ltiribsan, deb yezib qo'yib chiqib ketdi. Voy, bu g'achchaning xeli diti barkan jumu, dedi Sulaymon kulib turib. Bayatın ishgan to'rining ta'sirimi yoki Sharipa qaytib kelgashgimi Sulaymonga xelali jon kirib qolgan edi. Sharipa sopada o'ltirgan Sulaymonning oldiga kelib o'ltirib, olqinini uning peshonasiga qo'ydi. Qizitmang yo'q-ku, dedi Sharipa. Qandoq beyaram bo'lyapsan, ata? Sulaymon Sharipaning qo'lini ishtirib etdi. Men og'rib qolmadim dedim-ku, dedi Sulaymon Sharipadan norozi bo'lgandek. Atdigan dori ichdim. Purkiydigan dorinimi purkidim? Mana sopsaq turmandim. Odamni dakki-dukki qilmay degina, Mardonchu. Sharipa sopadan asta turib, shiraning ustida turgan gez jurnallarni neriga surib qo'ydi. 2 kundan beri onu izlab barmagan yerim qolmadi, dedi Sharipa. Bugun atdigan uning bir saboqdoshi telefon qilibdi. Mardon 2 saboqdoshi bilan birga chiqib ketibdi ekan. Hozir vokzalda madikorlik qilib yetibdi. Men shu yerga mangan edim.
Şəribənin bu gəplərini anlagan Sulaymanның çırayı şu haman qaradab yürekleri ittik salğılı turdu. Yani nemige qarab tursan əmsə? Dedi Sulayman Şəribəge çanıqıdın çıqıb ketəyle dep qalğan gözlerini məxdək tikib durub. Hazırlamanğın. Hey bu balınısə, adamni əcəbmi yürek zadı qılıvetdiğu? Məktəbdə oqumay, vokzalda mədgarlıq qılığıdı nemisi əmdi? Şəripə atsıға qarab qoyub, başqa gəp qılmay, aşxanağa qarab mengivedi, Sulayman onun aldını tosti. Bugün mana tamaqının lazımı yox, man, hazırının özüdüla vokzalға barğın. Lekin Şəripə unumay turub aldı. Mijazın yoxken ata, dedi Şəripə. Sana azraq tamaq etib berey, bir təxsi göş bolsumu qorup berey, maqul degine. Amma Sulayman Şəribəge qapqını türüp varqıradı. Yox dedim go, man. Meni xotirjam bolsun deysen, balan xobdan qara. Şəripə atısının bu gəplərdən çivin yavalğandakla bolup qaldı. Balаңны mı başqur? Özüңni bilişni mi ögünüp qoy bolamdı? Dedi Sulayman lamcım demey turgan Şəripəge qarab. Atısının qays gündəki işini əgitib tərkəb atqanlıqı Şəripəge ayan edi. O atısıға birnim deməkçi bolup eğizini öməlləb turuşuğa Sulayman onun qoludun ittirdi. Man, hazırlı çık. Merdanni tepip gelmişsen bu öyge kirgücü bolma. Hürmetlik anlarman qeyrindaşla. Yuqorda anlığınınla Reyhangül Mecitning Qayta Nikah namlıq romanı. Davamıға diqqat bergeysizler.